Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana To'proqo'la tumanida Jannat Makan kafesine yumshoq mebelimizni kelib o'rnatdik. Nechki mebel kerak bo'lgan bo'lsa, oshxona mebel, kafe, bar, to'y mebel hammasidan tayyorlab beramiz. Sifatida gap yo'q. Tovarlari mo'shi, o'tiradigan prujin, xohlagan mebelingizdan tayyorlab beramiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi. Salomat olun. Beri hali ko'p mebeldan olib kelib qo'yibmiz. Uголок hozir ko'rsataman. Enavi ustara olib kelib qo'yibmiz. Hozir. Bu yoqda endi uголок olib kelib qo'yibmiz yine. Turistik kurslardan. Kaçtan firma ustaları zakoniyat tayyorlab qo'yibmiz. Tovarlari mo'shi, xohlagan rangda, xohlagan fasadda ishlab beramiz. Nechki mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimizni ham ko'rib borasiz. Salomat olun. Hammangizga rahmat.